Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 2 mart 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 35 so'm 61 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.172 so'm 18 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.217.218 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.2% ga tushdi. Yevro 38 so'm 36 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.357 so'm 9 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.435.709 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1.6% ga tushdi. Rossiya rubli 25 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 157 so'm 45 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 157.450 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 1.9% ga tushdi. Xitoy yuani 82 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1774 so'm 84 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.774.840 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 1.0% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 35 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 77 Rossiya rubli 31 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7730 Rossiya rubli 82 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 1.7% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.